Necha yoshga o'rganmoqchisiz? Kamida 15-20 yoshga. Hozir necha yoshsiz? 38. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana navbatdagi amaliyotimizni rejalayapmiz. Smas facelifting amaliyoti. Bemorimizni ko'rishingiz mumkin. Ikkita qoshini lateral sohasi anchagina osilgan, chakka sohalari. Ko'rishingiz mumkin. Mana chakka sohalari osilganligini Xudo xolasa chiroyli qilib tepaga tortib bartaraf qilib beramiz. Keyin nijniy malyarniy mishok. Mana skladkani ko'rishingiz mumkin. Nijniy malyarniy mishok bu kishiga yonoq ravoqlari o'z anatomiyasini yo'qolganligini ko'rishimiz mumkin. Buni chiroyli qilib tepaga ko'tarib checklifting qilib beramiz Xudo xolasa. Albatta 1 yillik lunj sohalarni ham osilganligini ko'rishingiz mumkin. Bularni ham chiroyli qilib yon tomonga tortib Xudo xolasa zo'r qilib beramiz. Toshkent shahridan keldim. Yoshim 38 da. Renesans klinikasini 1 yildan beri kuzataman. Yuzimni osilgan joylarini torttirishga, yosharishga keldim. Sheyani ko'rishingiz mumkin. Aziz obunachilar, ortiqcha marshinkalarni, ortiqcha izbitkalarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu skladkalar hammasi Xudo xolasa chiroyli qilib tortib, platizma plastika qilib beramiz albatta. Opajon, qanaqasiz? Yaxshimisiz? Sog'-salomatmisiz? Kayfiyatingiz qanaqa? Bugungi amaliyotdan nimani kutyapsiz bizdan? Necha yilga yosharishni xohlaysiz? Kamida 15 yilga. Bu yerni qanday ko'rib, xulosa qilib keldingiz bizni amaliyot ishini? Men sizlarni o'sha почти 2 yildan beri kuzataman Instagramda. Sizlarni o'sha ishinglar yoqadi menga. O'sha yuz tortishda ham hammasini pochirka bo'ladi. Tepaga qarab tortishinglar. Xudo xolasa aziz obunachilar, albatta kuzatib bo'ling. Smas facelifting amaliyotini olib boramiz. Juda ham natijani bomba qilib, chiroyli qilib beramiz. Hammasini doposlisini qo'yib boramiz. Hammaga rahmat.